Masalan, mashina oldi, masalan uchun 5 million, 6 millionga oladi yoshligida. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 20 sentyabrdagi 330-sonlik, ya'ni kambag'allikdan farovonlik dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida biz Chortoq tumanimizdan ham 6 ta og'ir mahalla tanlab olindi. Hozirda 6 ta og'ir mahalladan 4 ta, ya'ni Qoramat mavqei, Bog'iston mavqeida, Guldurov mavqeida, Dehqonobod mavqeida, Sohibkor mavqeida, Urizor mavqelarida jadal ishlar olib borilmoqda. Xususan shundan 4 ta mahallamizda urug'lash orqali quduq chiqarish ishlari olib borilmoqda. Suv chiqayotgan mahallalarimizda tomorqa xonadonlari suv bilan ta'minlanadi va aholi daromadi oshib boradi.